Assalomu alaykum Zoir aka. Menga har doimgidek. Va alaykum assalom. Jigar tayyor. Xo'p. Buni o'zim olib boraman. Sen qarab turgin. Bo'pti. Xo'p. Rahmat. Baraka toping. Rahmat. Nodir, tarelka olib kel. Mardonbek, bir narsa so'rasam maylimi? Ha, mayli. 4-stul, 8 ta jaz tayyor. Doston, o'zing qarab tur. Shu nima uchun har gal kelganda shashlikni ustiga qo'yiladigan non bilan piyozini yeysiz-da, shashlikni o'zini yemaysiz. Nega unaqa qilasiz? Yo'q, qiziq-da. Mana nonni olib keldim aka. Bilasizmi Zoir aka? Bolaligimda otam bizni shashlikka olib borardilar. Mazza qilib shashlik yerdik. O'sha davr anchagina og'ir paytlar edi. Lekin otam har safar shashlikni bizga berib, o'zlari faqat noni bilan piyozini yerdilar. Dada, nega unaqa qilasiz desam, menga o'zi noni bilan piyozi yoqadi-da, bolam dedilar. Tushundim. Ana shuning uchun siz ham otamga o'xshay deb faqat noni bilan piyozini yeb ketarkansizda. Piyozni o'lguda yomon ko'raman. Nega? Unda nega har gal kelganingizda tushunmadim to'g'risi. Otam hayotlarida to'yib shashlik yemadilar. Tushunyapsizmi, o'shanda otamni shashlik yegalari kelgan, ammo bizga yedirganlar. Katta bo'ldim. Pul topdim. Lekin otam o'tib ketdilar. Ularga ko'p yaxshilik qila olmadim. Otamni sog'inaman. Shu ishni qilsam tushuntirib bera olmayman. Shunga kelib sizdan shashlikni piyozi bilan nonni so'rab tursam, hayron bo'lmang. Uzr. Endi hammasini tushundim. Hech qisi yo'q. Shodligimsiz suyangan tog'im, gullarimni asragan bog'im, talpinaman sog'ingan chog'im.